Hop. Kosinus alfani topyapman. 7 ning kvadrati plus 6 ning kvadrati minus 2. Yo'q. 5 kvadrat ekan. Olti. Tepani bir marta ayirib yuborsam 1 qo'shib yuborsam 11. 49 qo'shilgan 11 taqsim 2 kara 7 kara 6. 50 ga 60. 60 2 kara 6 2 kara 7. 12 ga qisqartirib yuborsam 5 taqsim 7. Bu kosinus alfa 5 taqsim 7. Bizdan so'rayapti nimani? Sinus alfa. Mashhur qoida. Obor burniga qo'yamiz. Ozodbek va orqadagi qizga yordamlashib boring, hozir. Ildiz olamiz. Sinus alfa 4 kara minusliga olinmaydi. Chunki burcha minus bo'lishi mumkin emas. sinusda qiymatlari bu yerda musbat-ku. Bu yerda ham musbat. Mana bitta chiziq deylik. Mana bitta metrga qo'yaylik. Mana 0 gradus bo'lsa, bunday ketdi. Ketdi. Metgacha doim musbat bo'lyapti. O'shuning uchun sinusda nimalari manfiy qiymatni qabul qilmaydi. 180 gradusgacha. Bo'ldimi? Shunaqa qilib ketdi endi bog'lar. Mana misolni ishlash uchun birinchi ishlaring men bitta alfasini topib olasizlar, kosinus alfasini. Keyin katta uchburchakka qo'llaysizlar. Mirvohidjon tushunyapsizmi? Mana, katta uchburchakka qo'llab olasizlar, kosinus alfani topib. Sizchi? Bu ham shu. Men bittadan kosinus alfani topasiz. Bet 4, bet 2, mana 3. Uchala tomon ham bor. Kosinus alfani topasiz. Keyin katta uchburchakka qo'llab olasiz. Bildingizmi? Bilmagan bo'lsangiz, battar bo'ling. Mana bo'yicha kosinus alfani topasiz. Bu tomonga qo'llab olasiz. Xo'p. Mana sinuslar teoremas. Ikkinchi o'rganadigan narsamiz. Sinuslar teoremas. Mana uchburchak o'rtoqlar. Uchburchakda nechta uchi bor? Mana 3 ta uchi bor. Mana bittaga burchaklar bor endi. Gamma burchak. Sinuslar teoremasi shuna narsaki, tomon
tomonning qarshisidagi burchakni sinusiga nisbati a taqsim sinus alfa teng bo'ladi tomon qarshisidagi burchakning sinusiga. Bu ham teng bo'ladi tomon qarshisidagi burchakning sinusiga. Ana shu sinuslar teoremasi. Aniq tushunyapsizlarmi? Rustamga qarayapsizmi? Aniqmi? Ha? Yozib ham olyapman. Bundan kelib chiqadi. Mana shu tenglikdan nechta narsa kelib chiqadi? Mana. Shunga teng bu keyin bu. Ikkalasi bir-biriga teng. Bu ikkalasi bir-biriga teng. Yoki bo'lmasa bu ikkalasi ham bir-biriga tengligi kelib chiqadi. ABC uchburchakka qaraymiz. ABC uchburchak bo'yicha e'tibor qaraydigan bo'lsak, haligida gaplashdik, mana tomonni qarshisidagi burchakning sinusiga nisbati 4 taqsim sinus 45 teng bo'lar ekan tomon qarshisidagi burchakning sinusi x taqsim sinus 30. O'tgan darsiga muvofiq sinus 45 bilan sinus 30 ning qiymatlari bizda nima mavjud. Birli aylana chizib, istalgan paytda sizlar topish huquqiga egasizlar. Shu fursatdan foydalanib 4 taqsim ildizda 2 teng x bo'lib qoladi. Irratsionallikdan qutqaradigan bo'lsa 2 ildizda 2 bo'ladi. Shunaqa gaplar. Keyingi bet. Burchakni mana shu burchakni topishimiz kerak ekan. Sinuslar teoremasidan ketamiz. Ildizosi 2 taqsim sinus alfa teng ildizosi 3 taqsim sinus 45. Obor qiymatlarni o'rniga qo'ysak, ildizosi 3 taqsim 2 teng sinus alfa hosil bo'lib qoladi. Ma'lum bo'lyapti, sinus alfa qachon unga teng? Alfa teng 60 bo'lganda. Tez ishlab olgan bo'lishim ham mumkin, hurmatli o'quvchilar. Aytgan yana sinuslar qo'llayapti. Ildizosida 18 taqsim sinus alfa teng ildizosida 27 taqsim sinus 120. Sinus alfa teng ildizosida 18 ko'paytirilgan sinus 120 dagi qiymati. Ildizosi 3 taqsim 2 taqsim ilzosida 27 hosil bo'lib qoladi. Buni soddalashtirishimiz kerak. Soddalashtirsak, ilzosida 18 kare 3 taqsim ildizda 27 taqsim 2. 9 ga ikkalasi ham kvadrat ildiz bo'lgani uchun 9 ga qisqartiraman. 9 ga qisqartirsam hop. Bunday bo'lib qolyapti. 9 ga qisqartirsam 2 ildizda 2 bo'lib qolyapti. Uchlar ham qisqarib ketyapti yana. Mana shu. Sinus alfa qachon ilzosida 2 taqsim 2 ga teng degan savol. Alfa teng 45 gradusda. Xo'p, chizma bo'yicha x tomon topishimiz kerak mana shuni. Buni topish uchun
mana bu burchak bilan mana bu burchak bir-biriga qo'shsa alfa betaga qo'shsa nima bo'ladi? 180 gradus bo'ladi. O'shandan mana uni o'rniga 180 minus alfa yozib olsak, bitta metrga kosinus qo'llaymiz. ABD uchburchakka kosinus alfani qo'llasak, nima bo'ladi? Xo'sh, kosinus alfa teng 4 kvadrati plus 3 kvadrati minus x kvadrat teng 3 kare 4 kare 2. Mana shu bo'ladi. Endi mana bu uchun qo'llasak, bu tomon uchun qo'llasak, kosinus pi minus alfa teng 6 kvadrat plus 8 kvadrat minus x kvadrat teng 2 kare 6 kare 8 bo'ladi. Endi mana keltirishdan pi dan ayrilganda minus kosinus alfa teng 6 kvadrati plus 8 kvadrat minus x kvadrat teng taqsim 2 kare 6 kare 8 bo'lib qoladi. Endi bu kosinus alfa bor. Shuni olib kelib o'rniga qo'yamiz. Maytga. O'rniga qo'yamiz. 4 kvadrati plus 3 kvadrati minus x kvadrati taqsim 3 kare 4 kare 2. Endi bu minus bo'lib qoldi. Teng 6 kare plus 8 kare nima deysiz? Qaytib kirgizib oling. Ichiga itirib olibsiz-da. 8. Mana shu holat bo'lib qoldi. Tenglamani ishlash kerak. Shu tenglamani ishlash kerak. Tenglamani ishlash uchun umumiy mahraj proporsiya qilib olsangiz ham bo'ladi, hisoblab olsangiz ham bo'ladi. Keling biz hisoblaymiz. 4 kvadrati 16, 9 ni qo'shamiz 25. 25 minus x kvadrat. Mahrajni hisoblaymiz. 24. Metta minus ham bor. Teng bu tomon 100 minus x kvadrat taqsim 16 96. Proporsiya qilamiz. 96 25 minus x kvadrat teng 24 100 minus x ning kvadrati. 96 bilan 24 da agar bilsangiz qisqaradi bular. Necha qisqaradi? 12 ga. 4 ga deng. 24 ga ham qisqaradi. Bo'ldimi? X kvadrat minus 25 teng 100 minus x kvadrat. 2x kvadrat teng 125 x teng 5 ildizli 5 taqsim 2 ildizli. Aynen. O boshidan beri bor. Mana keltirishda metta minus bu. Nimaga? Mana unga. Shunday bo'ladi. Ikkalasini yoyib yuborsin. O'sha buni yoyib yuboramiz. Qoidasini o'rgandilar. Kosinus alfa ko'paytirilgan kosinus beta ayrilgan
sinus alfa ko'paytirilgan sinus beta. Buni yo'yib yuboramiz. Kosinus alfa ko'paytirilgan kosinus beta qo'shilgan sinus alfa ko'paytirilgan sinus beta. Ana endi bular qisqarib ketadi. Teng ikkita kosinus alfa ko'paytirilgan kosinus beta qoldi. Shu tartibda ishlaniladi. Qaraydigan bo'lsangiz, formulani yoyilmasi turibdi, o'ng tomondan chap tomonga qo'llab olamiz formulani. Shunda bu kosinus 5x plus 3x ga yig'iladi. Mana unda endi. Qoidani o'ngdan chapga qarab qo'llaymiz. Kosinus mana shunday. Tushunyapsizlarmi? Mana unda. Qoidani o'ngdan chapga qo'llaymiz. Shunda sinus x minus 5x bo'lib qoladi minus sinus 4x hosil bo'ladi. Holatga qarab ishlanadi. Endi bu graduslarda ekan. Qoidani yig'amiz deymiz. O'ngdan chapga yig'ib yuboradigan bo'lsak. Sinus 74 plus 16. Mana shunday bo'lar ekan. Tushunganlar qo'lini ko'tarsinchi. Doskaga qoidani yozganimni tushunasizlar. Ozodlik bilan qo'l ko'taryapsiz. Sen tushunyapsizmi? Charchab qoldingizmi? Ya, ana qizni misolini ko'rish kerak-da. Ismlari nima edi? Esimdan chiqib qoldi. Muslimoq. Lekin Munisaxon, lekin shu o'quvchimizni very much. Very good. Endi shu yerda sinus qiymatini topish uchun sinus tomonga yuramiz. Necha qiymat? Bir taqsim. Endi jonimga tegdi. Sorry. Gaplashmaylik. Xastalogiga ishiga nima turganda istoriya mana. Beratamoch. Ba'zi ustida ishlayapti, ta'mirlayapti. Jincha havo keladi bizga. Ochib ber, ozroq. Taraf qoladi. Sumka, kurtka, shapka. Bitta so'mga turibdi. Ha, chiqmadimi? Abdulahazir qarang, ko'ray mana shunga bitta. Bitta berib yuboring. Kosinusdagi qiymati mana bunday qiymati izoh 3 taqsim 2 teng. Mana o'sha nuqta kosinus tomonga qarab yursam izoh 3 taqsim 2 teng. Endi o'rniga qo'yib hisoblab qo'yaman. Endi mana bilan mana qisqarib ketadi. Nima u? Sirashga. Bering menga. Mana uni. Otma olib kelib beradi. Hozir yerdan teri yurmay, otgandan sen. Davom etamiz.
Keyingisi. Mana uni yoyamiz. Mana shuni yoyib yuboramiz. Qoidaga muvofiq. Sinus alfa ko'paytirilgan kosinus pi taqsim 4 ishora minus Shodoq ularimiz qizayapti domla. tushunganlar qo'lini ko'tarsinchi. Ruxsani tushunmadingizmi? Sizchi Dildoraxon. Mana uni yoyib yuboryapman. Qoidani yozaman ekan, o'zim. Sinus alfa minus beta. Shu qoidaga muvofiq yoyaman. Endi tushundingizmi? Aytma, o'tmana qay. Endi tushundingizmi? Tushunmadingizmi? Gapirib tushun. Ha, gapiribmi? Sakson to'qqizinchi, 39-chi misol. 39-chi misol. Ildizda 2 ko'paytirilgan sinus qavs ichida alfa ayrilgan, pi taqsim 4 qavs yopilgan, ayrilgan sinus alfa misolini ishlash uchun dastlab sinus qavs ichida alfa minus pi taqsim 4 da yuqoridagi qoidaga qo'ygan holda yoyib yuboramiz. Qoida sinus alfa minus beta yoyilsa sinus alfa ko'paygan kosinus beta ayrilgan sinus beta ko'paytirilgan kosinus alfa. Ilzosi ikki joyda turadi. Sinus alfa minus pi taqsim 4 da va'daga muvofiq ravishda yuqoridagi qoidaga qo'yib yoyganimizda ushbu tenglik hosil bo'ladi. Mana qoidaga qo'yib yoyib chiqdik. Faqat alfani o'rnida alfa, betani o'rnida pi taqsim 4 turibdi. Yuqoridagi qizil yozuv bilan solishtiryapsiz ham mayliga. Endi tushundingizmi? Davom etamiz endi. Mana uning nomi nima edi? Okay. Mana uning nomi? Okay. Mana uning nomi? Very much. Endi pi taqsim 4 topib olaman qidirib. Mana. Shu yerdagi menga kosinus qiymati kerak. Kosinus o'q tomonga tushsam nechiga teng? 45. Endi menga mana kerak. Bu ham o'zbek taqsim.
ildiz 2'yi ko'paytirib tashlayman. Abdulloh. Alaykum assalom. O'ladi. Ana qo'shib qo'shilib olasan. Darsdan chiqib qolay. Darsdan chiqib qolay. Bo'ldimi? Tushundilar? Mana bu joyini tushunmaganmisizlar kerak. Mana uni ko'paytirganda mana bu qolish. Ildizda 2 ko'paytirilgan ildizda 2 taqsim 2 degani bu ildizda 2 taqsim 2 bu 1 deb beradi. Yo'q bo'lib ketadi. Ha? 45 plus 60. Ha, 105 ekan bu. Sinus 45 plus 60 qilib olamiz. Keyin yoyib tashlaymiz. Sinus 45 ko'paytirilgan kosinus 60 qo'shilgan sinus 60 kosinus 45. O'rniga qo'yib hisoblab qo'yamiz. O'rniga qo'yish qanday bo'ladi? Birli aylana. Chetdan 45 topamiz mana. Menga sinus kerak. Sinus tomonga qarab yursam, izosi taqsim 2. Qaysi sonlar turishini birinchi darsda joylashtirib chiqqanmiz. 3 tadan turadi sonlar. 1 taqsim 2, izosi 2 taqsim 2, izosi 3 taqsim 2. Har bir joyda 3 tadan bir joy bor. Kosinus 60, 60 da topamiz, kosinus tomonga yuramiz. 1 taqsim 2. Sinus 60 da. Izosi 3 taqsim 2. Sinus kosinus 45 da. Izosi 2 taqsim 2. Soddalashtirsak. Izosi 2 taqsim 4 qo'shilgan izosi 6 taqsim 4. Mana shunday qoladi, bo'ldi. Qolganlari ham shunday. Sonra 55, 54 lar qanday ishlaymiz? Mana yoyib yuboramiz. Yoyib yuboramiz, o'rniga olib borib qo'yib qo'yamiz. Yoyib yuborganda sinus pi taqsim 4 ko'paytirilgan kosinus alfa qo'shilgan sinus alfa ko'paytirilgan kosinus pi taqsim 4. Hisoblash jarayonida sinus pi taqsim 4 o'rniga izosi 2 taqsim 2, kosinus alfani o'rniga mana sinus alfa bu bo'lsa, Ozodbek bizga o'rgatgan qoida bo'yicha bitta chuburcha chizib olamiz. Bet alfa bo'lsa, sinus alfa degan qarshisidagini, ya'ni bet 5n, bet 13n bo'ladi. Mana unga muvofiq. Ya'ni Pifagor teoremasida bet 12n bo'ladi. Kosinus alfa topadigan bo'lsa, yopishganda gipotenuzaga nisbatan 12 taqsim 13. Bo'ldi, mana uni o'rniga endi 12 taqsim 13 olib ketaveramiz. Bitta oraliq bergan, oraliq birinchi chorakda musbat. Qo'shilgan sinus alfani o'rniga o'zi berib qo'ygan 5 taqsim 13, o'z izosi 2 taqsim. Soddalashtirib qo'yamiz. 12 ildizda 2 taqsim 26 qo'shilgan 5 ildizda 2 taqsim 26. 17 ildizda 2 taqsim 26 hosil bo'ladi. Menimcha